aka. Va alaykum assalom. Bitta non bilan makaron berib yuboring. Oyim aytdilar, daftaringizga yozib qo'yar ekansiz. Meni qaralaring. Jonga tegib ketdilaring. Oldingi qarzlaring o'zi 1 milliondan oshib ketdi. Borib oyingga yetgan. Oldin qarzlarni to'lasan. Iltimos, aka, bera qoling. Qo'y, bor, boshimni ortmagin. Pulimiz bo'lganda olib chiqib beraman. Puling bo'lganda kelasan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Kim bolasi bu? Orqa mahallada Abduqodir bor edi, rahmatli. O'shaning o'g'li. Onasi hali u kerak, hali bu kerak deb chiqaveradi. O'zi qarzi ko'p. Men bilan boqamanmi yo o'zim bolalarim boqamanmi? Bolam, oping nima? Azbek. Rahmatli adang, yaxshi odam edi. Ko'pchiligiga yordam teggan. Menga ham ko'p yaxshilik qilgan. Daftaringizni oling. Amma 1 million qarzligi. Mana yana 1 million. Shu bola nima kerak bo'lsa, hammasini qilib bering. Xo'p bo'ladi. Mabodo yetmasa menga yozib qo'yasiz. Bolam, bundan boshlab bu do'kondan qarzinglar yo'q. Nima kerak bo'lsa, bemalol chiqib olib ketaverasan. Rahmat aka.